Assalamualaikum hormatly xabarning ko'ruvchilari. Mana o'zingizlar ko'rib turganday biz juma mal bozorini sizlarga tartib ko'rgazamiz. Aniqdan jaqqan bo'lsa bizga xat alingizlar. Biz sizlarga ertaga karavan mal bozoridan tartib ko'rgazamiz. Aniqdan to'liq videoni bağlarini bizning YouTube kanalga qisqa xabarda kirib, o'sha yerdan ko'rsangizlar bo'ladi. Qiziqdan bari oldinda aniqdan biz bilan cho'g'i bo'lingizlar. Mana ketganlar. 48 ming bo'ldi. Var barakadan. Canlılık koyganda alsanız. Canlılık koyganda alsanız 500 so'm berme. 500 so'm tushib ber. Ayni. 1000 so'm tushib ber. Sifatli o'ylaysiz. Sifatli. Olaversangiz. Qanchasi ro? Hamsi olaver. Razak olaverdan debet. 8 yarim. Bitirib qo'ying deyli. 500 so'm tushib ber. 500 Har qaza bermaysiz. 48 yarim. Yo'q. 49 bo'lsa oldim. 500 so'm bor. Akaga 500 so'm bering. Yo'q, agar bering shu 500 so'mdan chiqmay bering. Chiqmay bering, mal olib 500 agar maqsad top toza so'm o'zimiz o'tib ketaylik. To'g'ri. Yo'q, 500 so'm tushib ber. Siz aytganingiz 9 bo'lsa sotadigan bo'lsa sotmaydi. Yo'q, mayli bo'lsa mayli. Keling bering aka. Zo'r nazarda. Yaniga 500 so'mga qiynalmay olaversangiz. 500 so'm vaqtdan kelib vaqtdan ketdi, olib qo'yavering. Qo'shadigan xonasi qoldi. 2 oy bo'lib 60 qasatasi olaversangiz ham chiqdi. 5 so'm aytib Ekay. Yo'q, aytganingizdan 500 so'm hayrisi yo'q. 1000 so'm o'tib beraman. Hayrisi yo'q 1000 so'm xayrini berib o'tib. Bor baraka beni. Top 50 ming mana 1000 so'm berib tot. Qancha 500 so'm. Sirobjatdan jeri. Qanday qilib bittasi. Shu kishini aytganini bering chiqarib bersin. Bo'ladimi? Yo'q. Keling aka 500 so'm hayrisi yo'qmi? Hozir chiqaraman, yo'lkira qilib olib ketaman aka. Keling, bering. Bizga bozordan to'payapti. Keling. 500 so'm hayrisi yo'qmi aka? Bergan 5 so'm siz og'iz nima qilib? Yo'q, bu nima bor? Bu olib ketayim dedi. Olaversangiz men olib ketayim dedi, aytdim buni. Shuni aytganini qo'yaring, yonib chiqarib bersin bo'ldi. Keling, 500 so'm hayrisi yo'qmi? Yo'q. Bozor shunday ekan, bozor shunday qiziydi ekan. Yo'q. Keling, bering aka. Bor deb qo'yaring. Yo'q, kichkina narsa. Biroq ishtonni kiymay qilasiz, bersangiz. Keling. 5 so'm. 5 so'm uzrov otadi. Dunyo so'ragan yo'q, 5000 so'ragan yo'q. Bering shuni. Tortsangiz, yaniga jon bo'ladi. Yaniga so'talmayman deysiz. Yaniga bo'lsa ham jorim tortasiz. Tortmayman qiladi. 500 so'm qolashmaydi. 5 so'm beravering ham chay ichib qo'ysa 5 so'mga. 5 so'mga chidaysiz, 48 yarimga chidaman. 5 so'mga chidaysizmi? Oqsoqol bergan siz kalisiz ekan. 5 so'm nima u? Chay ichsangiz ham oz ketib qoladi. 500 so'm. Ver. Точно ver. Qarta bering. 5 so'm. Shuncha pul qolgan ham 5 so'mga turishmay olavering ham. Mayli, 49 qancha tashadi? Chiqarib bersin. Yo'q, endi nimasi bor? Chiqarib bersin mana, chiqarib bersin. Chiqarib berasizmi? Rozimisiz? Top so'zlarni chiqarib berasiz. 100 so'm. Chiqarib bering ham. 1000 so'm berib chiqarib bersin. 50 so'm berib chiqarib bersin. Qancha bo'laydi? Keling, rozimisiz? Chiqarib berasiz. Nima bo'pti endi? 100 so'm beryapsiz. Aka, qayrig'ada 1000 so'm o'tdi. Yo'q. Keling, 100 so'mdan qo'shmay chiqarib bering. Bor. Barakasini bersin. Mana aka. 100 so'm. 9000 bo'ldi mana aka. Qanday? 48900 bo'ldi deb qo'ygan, 100 so'm chiqarib berishib beradi. Mana aka.
Dostlar, mana ke bizning So'rg'on mol bozorida shunday savdolar bo'ldi. Buyursa ertaga daha tartib chiqarib turamiz. Mana ke ushul yerda dag'asi bir savdo bo'layotgan joyi 182 mingga. Mana ke. Shunday ko'y. Ben aytıdan bu 5'te otan, ben aytıdan. Gördünüz, koğuş diye mi oyurdu? Sizem şu bu kaçakkan mısın manda? Gel. Onlar men sen. Bijolat bu. Ben aytdım. 183 mingga sotildi. Aslaka qapa o. Yo, qapa o. Görüşler mana ke bu жақта da bir mal bozorының bağı болып жатқан жері бар екен. Артықтан sizlerge bir tartib көргөзүп коелу. Qancha surashdi bularga? Ekoga 80 ming. Satgan paydani ham olib ketdi. Ekodan xunajli ekan, ha? Ava qancha so'rayapsizlar? Kızmadımlar azımın. Toruk versin bol tümeye boşayın. Ne yapayım? Ne versin içim ağrı falan değil mi? Ya içim ağrı var. 80'ge olsa olsun. 80 var. Odaydan torta vereyim. 80'ge vardı yandı. Tor 80'ge var. Herkesen buna kal. Herkesen ya bir de sorarsın havası hava. Olsa bir olur. Herkesen. Bol dava. Top tuzağı çünkü de 5 son koyu verirsin. Bering ham ey. Buni qancha qilyapsizlar sizlarga? Bu mol bozor yaxshi xizmat hozir. 83. Siz so'rayapsizmi? Ga mana ke. Yana bola ekan, bolasi o'giz ekan. O o'z qanchada odasiz buni? Qanchada odasiz? Mana ke biz hozir ot bozorga da keldik. Negizi ucho'yla qolib turib, bu yoqda bir tay, mana bu yoqda mana ke taylar. Ushul hozir savdo bo'lib жатқан uchur ekan, aniqdan shuni bir so'rab ketaylik. Qancha so'm bo'ldi? Qancha so'm bo'ldi? Puli? Keng ben atınız kim? Abdülgapar aka keng. Ayderkenga ket tutayım deb. Qancha so'radi aparo? 66. 66. Siz qanchada o'tasiz? 100 da o'tasiz. Yaxshira tushib beribsiz unda, ha? Qo'stinmi dag'i? Berelek. Ha, berelekmi? Qanchaga berasiz? Bering ham. Mana 1000 so'm qo'shdi. Domla tayni qanchada o'tasiz? 30 ming. Negizi so'q sovuqda o'la tay ekan, ha? Berdingizmi? Bering ham bu oqsoqolga. Satın. Ha. Savdo bo'lib o'tganda satdilar. Ko'proq berasizmi? Mana ke, qapir aka. Endi daha qaysi Bonusu 70 mi? Ya bozor chiqmaydi endi. Bonusu 70 mi? katta otlar ham 70-80 aka. Oqsoqol ham yaxshi turadi, to'g'ri kelsa bering. 2000 qo'shdi. Ha. Qancha bo'lib ketdi? Mana ke to'g'anlar, shunitib 67 ming bo'lib to'xtab turgan jeri. Qancha?